Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. Amerika erkin Tuniyazga so'rin hozirlab bergan kishilik huquq kengashini qattiq aybladi. Xitoy rahbarlik guruhi yangidan uqtirish besib tarqatdi. Qarmay neftligida qizi suratini tizlashtirish usuli ishga kirishtirilmoqda. Tövəndə diqqətlə xəbərlərimizdən təfsili məzmunları bolsun. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Kişilik Hukuk Kengişi'nin 41. nöbetlik yığını 24. iyun günü Cenevada başlanğan idi. 24. iyundan 12. yılgacha davam kıldığan bu yığın, el Xitay hökumətinin Şərq Türkistan'da yolu qoyğan lagerler sebeplik Amerika hökuməti və hər qaysı xalqaralıq kişilik hukuk organları xalqara cemaatini bulubmu Birleşken Devletler Teşkilatı'nı bu meselede bir ifade bildirişki ciddi çağır qılıbatqan paytki toğru kelgan. Diqqət qo'zg'aydigan Kişilik hukuk kengashining 41. navbatdagi yig'inining 2. kuni atalmış Uyg'ur Abnum rayonlik hukumatning muavin raisi Erkin Tuniyaz yig'inda doklad berishga o'rinlashtirilgan. Atalmış Uyg'ur Abnum rayonlik hukumatning muavin raisi Erkin Tuniyaz o'zini tunishtirib o'tgandan keyingi tunji jumlasidala atalmış Uyg'ur Abnum rayonining azaldan Jungoning bir qismi ekanligini ta'kidlagan. Arqadan u yuqorida qilgan so'zini hamda Uyg'ur tilida takrorlaydiganligini bildirib, so'zining oldingi qismini Uyg'ur tilida so'zlagan va keyingi qismini Xitoy tilida so'zlashni davomlashtirib, Xitoy hukumatining Uyg'ur elida terrorlik va radikallikqa nihoyat unumli qarshi turayotganligini, atalmış qayta tarbiyalash markazlari orqali diniy radikallik bilan yuqumlangan va oddiy jinoyatlar bilan shug'ullangan kishilarni qutqizib olganligini ilgari surib, rayondagi xalqning diniy huquqlarining to'liq kafolatga ega ekanligini ta'kidlagan. Xalqarалық kishilik huquq organlarining kuchlik tanqidga uchrayotgan lager tuzumi va boshqa bostirish siyosatlarini bo'lsa, Sharq Turkistondagi amaliyotning ehtiyoji ekanligini va buningga tashqaridagi har qanday bir davlat yoki organning baho berishga haqqi yo'qligini bildirgan. Erkin Tuniyazning so'zlariga kuchli raddiya Amerika hukumatidan kelgan. Amerika hukumatining Cenevadagi Birleşken Devletler Teşkilatı va boshqa xalqarалық organlarda turishliq elchiligi bayonot e'lon qilib, Erkin Tuniyazga so'z qilish fursati bergan Birleşken Devletler Teşkilatı'ning kishilik huquq kengashini qattiq tanqidlagan. Bayonotda munula deyilgan. 25. iyun günü atalmış Şinjan Uyghur Abnum rayonunun muavin raisi Erkin Tuniyaz kişilik hukuk kengashida söz qilib, öz hökumətinin rayondagi bastırışlarını aqladı. Onun bu bayanlarga cümleden kişilik hukukning eng ağır dəfsəndə qılğıçının vəkiliga öz təşviqatını qıladigan sorun hazırlab berganlik kişilik hukuk kengashi uchun bir nomusdur. Amerika hökuməti Xitoy hökumətinin Uyghur, Qazaq, Qırğız və başqa musulmon millatlarga yurgizib atgan qattiq besim siyosatiga qattiq diqqat qilmoqda. 3 milyondan ortiq musulmon majburiy tutqun qilinib lagerlarga qamaldi. Ular qiyin qistoqqa ilinmoqda. Zolimlarcha inson qalbidan chiqqan, inson g'ururini yer bilan yakson qiladigan muomalaga uchirmoqda. Ular yuqori fan texnikalik nazorat kuchirmoqda. Ularning milliy va diniy kimligini ifoda qilish cheklanmoqda. Biz Xitoy hukumatini majburiy tutqun qilinganlarni darhol qo'yib etishga, ularning kishilik huquqiy va eng asosiy erkinliklarga hurmat qilishga chaqiramiz. Atalmış Şinjanning muavin raisining kishilik huquq kengashini Xitoyning besim siyosatlarini aqlaydigan sorunga aylantirishi qabul qilg'usiz bir ahvol. Kishilik huquq kengashi agar o'zining qonuniyligi va obro'yini muhim deb qaraydi ekan, u holda kishilik huquqini dafsanda qilayotgan hukumatlarni va ularning vakillarini o'z qilmishlari uchun jazoga tortish kerak edi degan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandi bo'lsa, Xitoy hukumatining Erkin Tuniyazni so'ziltish orqali ko'zlagan maqsadga yetilmaganligini eskartdi. Uning bayon qilishicha, Erkin Tuniyazning yig'in zaliga bir muncha Xitoylarning qurshovida akirilishi va so'zi tugatugmayla yig'in maydonidan elib chiqib ketilishi aksiga diqqat qo'zg'agan. Dolqin Aysa apandining bildirishicha, ular yig'inning buningdan keyingi kunlarda davomiy jarayonida bir qism g'arb davlatlari vakillarining, shundaqla xalqaro kishilik huquq organlarining Sharq Turkistondagi yepiq tarbiya lagerlari masalasi va boshqa og'ir kishilik huquq masalalarini o'tirib qo'ydiganligini mo'ljallanmoqda ekan. Kishilik huquq kengashi Birleşken Devletler Teşkilatı Kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelet xonim bo'lsa, yig'inning birinchi kundagi ochilish nutqida dunyoning har qaysi joylarida yuz berayotgan nuqtaliq zo'r kishilik huquq voqealarini tilga olganda Uyg'ur masalasini tilga olgan va o'zining Xitoy hukumati bilan bo'lgan uchrashuvlarda Sharq Turkiston munosabatlik masalalarni davomli o'tirib qo'ydiganligini, shundaqla o'zi va xizmatdoshlarining rayonga to'salg'usiz holda berib ziyorat qilish talablarini izchil davomlashtirganligini ta'kidlagan edi. Xinhua agentligi Beijing 6 ayning 24 kuni telegramması yaqinda markaz asli maqsadni unutmay burchni aslicha saqlash bosh tim tarbiyasi rahbarlik guruhi birinchi turkumdagi bosh temi tarbiyasida o'rganish, tarbiya, tekshirib tadqiq qilish, masalani tekshirish, kuzatish, tuzatishni amaliylashtirish xizmatini yaxshi tutish to'g'risidagi o'qitirishni besib tarqatab, har qaysi rayonlar, har qaysi tarmoqlar, har qaysi o'rinlardan o'z amaliyatiga birlashtirib, usul ustida izlanib, shaklda yangilik yaratib, o'rganish, tarbiya, tekshirib tadqiq qilish, masalani tekshirish, kuzatish, tuzatishni amaliyashtirishdan iborat 4 turlik nuqtaliq tadbirni tutashtirib, organik yo'g'irishni bir tutash planlab olg'a siljitishni talab qildi. Uqtirishda yana o'rganish, tarbiya, tekshirib tadqiq qilish, masalani tekshirish, kuzatish, tuzatishni amaliyashtirishni puxta, yaxshi dal joyda ishlash kerak.
Bulupmu her derecelik rehberlik organları ve rehberi kadrlar namunilik, yetekçilik rolünü cari kıldırışı, özünü baş temi terbiyesideki rehberlik kıvıcı, teşkillik depli qarab özünü çetki almaslığı, ögüniş peti, söz peti, iş peti kalmaslığı, şekilvazlık, bürokratlık ve quruq resmiyetçilikten haqiqiy saqlanish kerakligini ta'kidlagan. Xitoy sanoatining eng chong energiya bazasi bo'lgan Sharq Turkistondagi neft va tabiiy gaz boyliqlarining qazilishida yaqindan buyon tez qazish texnikasining ko'plab qo'llanilishi diqqat qo'zg'amoqda. Xitoy hukumati boshqarishidagi Xinhua agentligining 25-iyundagi xabarida Jo'nxar o'ymonliqidagi Qarmay tabiiy gaz rayoni va uningga qo'shni bir qism gaz qazish rayonlarida Xitoy doiralari tabiiy gaz quduqlariga uriladigan besimni oshirish va cho'nqur yer osti gazni tez sur'atda sovutish orqali tabiiy gaz qazish sur'atini biroqla natijasi oshirgan. Ma'lum bo'lishicha, bu xil yangi texnikalar qo'llanilgandan keyin Qarmay tabiiy gaz rayonidagi gaz mahsulotlarining qazilish sur'ati va miqdori oshgan. Onun masalda Xitoy şirketlerining oladigan foydasi 2019-yilning oxiriga borganda 220 million so'm oshadiganligi taxmin qilinmoqda ekan. Sharq Turkistondagi neft, tabiiy gaz qatorliq bu boyliqlarning yerlik xalq bo'lgan Uyg'urlarga hech qanday iqtisodiy manfaat yetib kelmayotganligi ma'lum. Shuningdek, Uyg'urlarning nomrodlik masalasimi uzundan buyon Xitoy hukumatining aloqador axborotlarida izchil ta'kidlanib kelinmoqda. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.